Alloh meni yaxshi ko'rmaydi, chunki men ko'p gunoh qilaman. Eslatma seriyasining 2-qismi. Oramizda hech qanday inson yo'qki, gunoh qilmagan bo'lsa va yana oramizda hech kim yo'qki, Allohga tavba qilgandan keyin u kechirilmasa. Agar siz ham qilgan gunohingiz tufayli Alloh sizni yomon ko'radi deb o'ylasangiz, mana shu hadisni eslang. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilar: agar sizlar gunoh qilmasangizlar edi, Alloh sizlarni yo'q qilib, o'rniga gunoh qilib, keyin tavba qiladigan bir qavmni keltirardi. Ya'ni inson zoti necha marotaba bilib-bilmay gunoh qilsin va gunohi qancha og'ir bo'lmasin, agar u tavba qilsa va uni kechiruvchi zotni eslasa, uni gunohlari kechiriladi. Agar u yana gunoh qilsa va yana tavba qilsa, Alloh uni yana bir bor kechiradi va u yana gunoh qilib tavba qilsa, xuddi shu narsa yuz beradi. Alloh sizni gunohlaringiz uchun yomon ko'rmaydi. U sizni tavba qilmay umidsizlikka tushib, shayton vasvasasini tinglaganingizni xush ko'rmaydi. Hoziroq turing va tavba qilishni boshlang. Vaqtingiz bor ekan, undan foydalaning. Zero odam bolalarining barchasi gunoh qiluvchidir. Gunoh qiluvchilarning eng yaxshisi esa tavba qiluvchilardir. Obuna bo'lishni unutmang.